Assalomu alaykum hurmatli ko'rmanlar. Uyg'ur axborot markazining haftalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Izzat. Oldi bilan xabarlarimizning asosiy mazmunlarini tanishtiramiz. Xitoyning savdo va iqtisodiy o'g'irlik qilmishlari texmo avjiga chiqmoqda. Angliya shirkatlari Xitoydagi badan a'zolari savdosiga chetilib qolmaslik to'g'risida ogohlantirildi. Xitoy doiralari tomonidan turmaga tashlangan axborot xodimlarining 44% Uyg'ur ekan. Adidas, Puma va Hugo Boss markali kiyimlarga hali ham Sharqiy Turkistonning paxtillari ishlatilmoqda. Amerika Hikvision shirkatiga jazo tadbiri qo'llanishi mumkin. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizdan tafsiliy mazmunları bo'lsin. Washington Post Store'ning 1-maydagi xabariga ko'ra, Amerika savdo vakili ishxonasining oldin qat'iy e'lon qilingan yillik tekshirish dokladida ko'rsatilishicha, Xitoy Kompartiyasi Amerikaning texnikalarini va aqliy mulklarini o'g'irlash salmoqini davomli kuchaytirmoqda ekan. Mazkur doklad shundoq deyilgan. Biz Xitoyning Amerikaga ziyonli savdo va iqtisodiy qilmishlarini avjiga chiqarayotganligini ochiq ko'rib turibmiz. Shunga biz cho'qim Xitoyning cho'ng ammo bozor egaligidan xoli yepiq bozor ekanligini, uning iqtisodiy siyosatlari va qilmishlari orqali xalqaro savdoni o'zining foydasi uchun suiiste'mol qilib kelganligini va shu orqali Amerikaning ishlab chiqarishiga, mablag'iga, hatto iste'moliga ziyon solganligini to'nib yetishimiz kerak. Mazkur doklad yana davlat tarafidan tizginlanadigan erkin bo'lmagan Xitoy iqtisodining xalqaro savdo sistemasiga kirgizilganligi mavjud sistemaning ojizligini, shundaqla jiddiy islohotga muhtoj ekanligini gavdalantirdi deyilgan. Metro Tor'ning 3-maydagi xabarga ko'ra, Angliyadagi yuqori darajalik advokat Vey Jordash davlatlik sog'lomlik apparatini o'z ichiga olgan Angliya davolash apparatlarini Xitoy orqali joylardagi qonunsiz badan a'zolari savdoligiga chetilib qolmaslik, bo'lmasa insoniyatga qarshi jinoyatlarga sherik bo'lib qolish xavfiga duch kelganligi to'g'risida ogohlantirdi. Jordashning ko'rsatishicha, Xitoy qatorliq ba'zi joylarda kishilarning badan a'zolari ularning ruxsatisiz, hatto ular tirik vaqtida elib olinadigan bo'lg'achqa, ilmiy tibobat jurnallari, universitetlar, doktorxonalar va davolash mahsulotlarini sotadigan shirkatlar qatorliq apparatlar birdek holda o'zlarining ta'minlash zanjirini, kimlar bilan hamkorlashayotganligini va qaysi qilmishlarga yontayoq bo'layotganligini inchik tekshirish kerak ekan. Uning ko'rsatishicha, Xitoy doktorxonalariga ziyoratga borgan angliyalik doktorlarning yoki ziyoratchi Xitoy doktorlarini qabul qilgan Angliyadagi doktorlarning texnikalari Xitoydagi badan a'zolarini majburiy elib olish operatsiyalarida ishlatilishi tamoman mumkin ekan. Uzundan beri Sharq Turkistondagi Uyg'urlarning ishki a'zolarining Xitoy amaldorlariga va pullarlarga ko'chirilayotganligi to'g'risida ishonchli ma'lumotlar uzildirmay o'tirg'i chiqib turganligini nazarda tutganda, Xitoylarning qo'liga tushgan bu xil tibbiy texnikalarning eng cho'ng qurbonlarining yanada Uyg'urlar bo'lganligida shak yo'q. Amerika Ovoz To'rining 3-maydagi xabariga ko'ra, bir turkum Amerika parlament a'zolari axborot erkinligi kuni munosabati bilan bir qarorni tanishtirgan bo'lib, mazkur qarorda Xitoy, Rossiya va Belorussiya axborot xodimlariga qarshi bostirmachi va vahshiy qilmishlarni sodir qilgan davlatlar qatoriga tizilgan. Mazkur dokladda axborot xodimlarini qo'g'dash komitetining 2021-yillik tekshirish natijasidagi Xitoy dunyodagi axborot erkinligi muhiti eng nachar davlatlardan biri bo'lib, u davlat ichi sirtidan siyosiy fikrlarni bostirishning ko'yida yuridi degan ibora naql qilingan. Axborot xodimlarini qo'g'dash komitetining 2021-yillik dokladida ko'rsatilishicha, navbatda Xitoyda turmaga tashlangan axborot xodimlarining soni 50 bo'lib, bularning 22si, ya'ni 44% Uyg'ur ekan. Bu son dunyo miqyosida turmaga tashlangan 293 nafar axborotchining 7,5%ni egallaydi ekan. Axborot xodimlarini qo'g'dash komitetining mazkur dokladida ko'rsatilishicha, turmaga tashlangan 22 nafar Uyg'ur axborot xodimining yarmi 2016-yildan keyin qo'lga olingan bo'lib, qolganlari 2009-yildan 2014-yilgacha bo'lgan oralikda turmaga tashlangan ekan. Halbuki tadqiqotchilar qo'lga olingan Uyg'ur axborot xodimlarining sonining buningdan xeyli bakli ko'p ekanligini ilgari surishmoqda. Qo'g'dag'uchi Gezitorning 5-maydagi xabariga ko'ra, Germaniyaning Jiyulik shahridagi Agrozlab tajribaxonasidagi tadqiqotchilarning izotop tahlilida Puma, Adidas, Hugo Boss va Jack Wolfskin qatorliq shirkatlarning maykillarida Sharq Turkistonda ishlab chiqarilgan paxta ishlatilganligi dalillangan. Mazkur tajribaxonadagi Marcos Bonner bu haqda paxtadagi izotop tahlilining natijasi yuksak darajada to'g'ri bo'lib, bu xil tekshirishda Sharq Turkistonning paxtalarini boshqa davlatlarning paxtalaridan, hatto Xitoy o'lkalarida ishlab chiqarilgan paxtalardan farqlantirgili bo'ladi degan. Mazkur natijaga qarata Puma shirkati o'zining Sharq Turkistonning paxtasini ishlatmayotganligini takror ta'kidlagan bo'lsa, qolgan shirkatlar biz majburiy emgakka yo'l qo'ymaymiz, ta'minot zanjirimiz tekshirishdan o'tgan degandek mujmal iboralar bilan inkos qaytargan.
Holbuki aloqador mutaxassislar paxtadagi izotop tahlil natijasining shak-shubhadan xoli ekanligini nazarda tutgan asosda mazkur shirkatlarning hali ham Sharqiy Turkistonning paxtalarini ishlatishni tal-to'kis to'xtatmaganligi aniq deyishmoqda. Reuters agentligining 5-maydagi xabarga ko'ra, ahvoldan xabardor 4 kishining bildirishicha, Amerika hukumati pat yaqinda Xitoy hukumatini Uyg'urlarni bostirishda ishlatilgan kuzatish kamerasi bilan ta'minlash orqali kishilik huquq tafsandichiligiga sherik bo'lgan deb ayblangan kuzatish kamerasi ishlab chiqaradigan Hikvision shirkatiga jazo yurgizmoqchi ekan. Yo'lga qo'yilmoqchi bo'lgan mazkur jazo tadbirini ijro qilishga Amerika Moliya ministrligi mas'ul bo'lib, agar yo'lga qo'yilsa, bu jazo Amerikaning tashqi siyosati va davlat bexatarligiga xilof qilmishlari sababli allaqachon boshqa cheklamalarga duch kelgan Hikvision shirkatini og'ir ziyonga uchratishi mumkin ekan. Bu vaqtda ma'lumot berganlarning orasidagi hikoyalarning bildirishicha, Amerika hukumati Hikvision shirkatining mahsulotlarining dunyodagi 180 dan ko'proq davlat qo'llanadiganligini nazarda tutib, o'zining ittifoqdoshlarini yo'lga qo'yilg'isi mazkur jazo tadbiridan vaqtlantirgan. Oqsaroy va Amerika Moliya ministrligi birdek holda bu vaqtdagi savollarga javob berishni rad qilgan. Xitoy diplomatiya ministrligining bayonotchisi Chao Lijian kundalik axborot e'lon qilishganida Amerikaning Xitoy shirkatlarini bostirish uchun kishilik huquq va boshqa bahonalarni ishlatishiga qarshi ekanligini bildirgan. Xabarlarimizni ko'ringlar, rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.